Adashmasam 90-95% bolalarning uydagilari PUBG o'ynashiga yoki uni ustida kontent qilishiga qarshi bo'lar ekan. Shaxsan meniki ham. Hech qaysi ota-ona buni yomon bo'lsin deb qilmaydi, lekin PUBG haqidagi fikrlari juda yomon. Ba'zi bir PUBG'ga osiladigan blogerlarning gapini deb uydagilarning ko'ziga ham PUBG yomon ko'rinadi. Da xuddi shunday PUBG juda yomon narsa. PUBG'chilar yomon. Chunki biz kechasi ko'chama-ko'cha bezorlik qilib yurmaymiz-da, PUBG o'ynaymiz. Vaqtimizni qayoqdagi yo'q odamlarga qo'shilib sarflamaymiz-da, PUBG o'ynaymiz. Zamon o'zgaryapti desa, yo'q, zamon emas, zamonni biz o'zgartiryapmiz deyishadi. Lekin 8 milliard aholi ichidan faqat bizning harakatimiz bilan zamon ortga qaytib qolmaydi-ku. Unda PUBG'ga vaqtini juda noto'g'ri sarflayotgan bolalar ham bor. Lekin bu narsaga birinchi o'rinda tarbiya bor. Endi hammalarga savol, bolalar kechada ko'chasi xohlagan ishini qilib, xohlaganday bolalarga qo'shilib yurgani yaxshimi yoki PUBG o'ynagani yaxshimi? To'g'ri, ko'plar aytishi mumkin, hamma bola ham bezorlik qilib ko'chada yurmaydi deb. Lekin hamma bola ham PUBG'da vaqtini behuda sarflamaydi. Oddiy misol qilib aytaman, kontent qilayotgan PUBG blogerlar o'qituvchilardan kamida 2-3 barobar ziyod pul topadi. Eng katta sabab esa bu PUBG harom degan xayol va o'yin.